Assalamu alaykum əzizlər, hörmətli kanallarımız kuzatuvchiları. Arzon bahada hovli joy qidirib yurgan bo'lsangizlar, 600 kvadrat yana katta hovli joy, yana dim arzon bahada, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha videoni oxirigacha ko'rsangizlar, hamma ma'lumotini beramiz. Manzil aytiladi, pul aytiladi, dokumentlar haqida aytiladi, telefon raqamlari aytiladi. Hammasi haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz. Manzili Urganch G'aybuda, ya'ni ferma ko'chada. Ferma ko'chani bilasizlar, ferma ko'chadan kirgansizlar, namunali uylar, o'zingiz bilasizlar, bu yerda namunali uylar. Shu ko'rib turgan xonadonimiz 600 metr kvadratda joylashgan. Baxasam bir nodida shahardan bir 3 xonali kvartirani puli bilan deng desak bo'ladi. Bunda garaj qismi, bunda giraverishimiz, aynalar plastik ramlardan qo'yilgan, reshotkasigacha qo'yib chiqilgan, shipirlar aytilgan, suv, svet, gazdan muammo yo'q, hammasi bor kerak. Fasad kısmına e'tibor qilmanglar, bir alıştırib, taxlashtirib bersangiz, chunki ko'p ahvolda odam yashamaydi. Ana masalan, shuni yaqinlashtirib ko'rsatingina, sizlar ham shuni taxlab qo'yaverasizlar. Endi prosta odam yashamaydiganlik sababli shunday holatda. Lekin alıştırib, zötishtirib, bilan sertifikat bersangizlar ham sizlar o'rningizga aytib, bir ajoyib bo'ladi. Yana arzon bahada tanapanaydan topib olmaysizlar. Bismillah. Ya. Birlarini bir taxlashtirib, chiroylatib bir qarag'ish etib bersangizlar, onda kladovkasi bor, hojatxonasi bor, katta bog' tarafi bor. Agar misol buzib bo'ladigan bo'lsa, ikki joy tushirsangiz bo'ladi. Endi buzib bo'lsa, keling. Bog' tarafi bor, ajoyib. Keyin orqasida u yoqda ayvonchasi, manda o'tiradigan joylar bor. Shuni ko'rsatib bering. Shuni ko'rinishda Geng. Bu ahvolni qaramanglar, yani aytganimga alıştırib zötishtirsangiz, hammasi chiroyli bo'laveradi. Xonadon ham ajoyib, ichani remont yaxshi. Ichani remont normalniy. Onda kotelniy xonasi, geng ko'rsatib o'taman shuni. Suvlar chiqarilgan yana beri. Suv ish qazonlari qo'yilgan, suv nasoslari qo'yilgan. Gaz o'chirishlar qo'yilgan, suv nasoslari. Hammasi bor. Ben giraymiz. Keyin xonamizga kirib ko'ramiz. Ha, bismillahirrohmanirrohim. 600 kvadrat namunali, o'zi namunali uylarni bilasizlar, planirovkasi 1 xil bo'ladi hammasini. Girishimizda prixожий mebel uchun местasi bor. Ko'rib turganlaringizdek. Keyin bunda rakovina uchun местasi bor. Arkalar kafelerden aytilgan, suv shlankalari kekiktirgan, kanalizatsiya trubalari chiqarilgan. Bunda kuxnyasi, bunda zali, bunda yuvinish xonasi, buni o'tsak hojatxonasi, keyin yana 3 dona xona tushgan, ya'ni 1, 2, 3 spalnya, zal, kuxnya. Endi bilasizlar, shundan bir aytib o'ting geng. Da zali. G'alingizni tashlab berasiz. Fonu ajoyib, patologlar ham ajoyib o'tib, tayyor holatda turibdi. Ikki joyda registrlar o'tirilgan. Bu yerlarimiz yana plastik ramlardan ishlangan oynalarni ocham. Shuni ko'rinishdi. Gel. Ben o'zbekcha bunda yuvinish xonasi. Yanında kattalar spalnyasi. Xonalar kichkina emas, bilasizlar, katta bo'ladi. Registrlar ham mana ikki xatarna qo'yilgan, aynan plastik ramlardan aytilgan, plus reshotkasini ochib, berimizning shuni ko'rinishda chiroylatib ishlangan ekan. Keling. Buni o'tkazsak, bunda detskiy komnatamiz desak bo'ladi. Bu ajoyib. Katta keng. Bu yan tarafimizda endi ayollarimiz uchun zal desak ham bo'ladi. Chunki har yanda erkak kishilarning zal bo'ladigan bo'lsa, kattaroq zal, bu yerda kichkinaroq zali bor. Plus konditsionerlari bor ana. Sizlar ko'chadan kirishimiz, endi ayollarni ko'rsatgandik. Bunda kuxnyasi qoladi oxirgisi. Kuxnyasi yana. Gaz pazdan muammo yo'q. Yani astakkina yoqib qo'yibdilar. Chiroyli, bundan doğru ayvonchasini ochib kelsangizlar bo'ladi. Shuni ko'rinishda kuxnyamiz. Hop.
Yani izle, sizlere gösterib bermoqchi bo'lgan xonadonimiz shu edi. Tafsil ma'lumot uchun ekranda telefon raqamlari ko'rsatilgan. Agar bizga xizmatingiz bo'lsa, 91lik 094 27 27 raqamına yoki 91lik 434 66 66 raqamına murojaat qilsangiz, xudo xolasa uyingizni yoki reklama qilib beramiz yoki sotishda yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan kuzatganlar uchun katta rahmat deymiz. Keyingi videolarimizda görüşguncha.